Gül bulur bostan, güzel dudar geydi. Ya Rab bize asla Gülüm atrini sağ. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli mahalla telekanali muxlislari. Assalomu alaykum o'shal damlar ko'rsatuvining muxlislari. Bugun mana va'da qilingandek Oxunjon Madaliyev haqidagi ko'rsatuvni davom ettiramiz. Marhamat, tomosha qiling. Mardon yo'llariga gullar yarashgan, yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Mardon yo'llariga gullar yarashgan, yigit qizlar bir-biriga o'tli qarashgan. Sen etmasang tog'lar aytar, oxular aytar, bir qiz bormish oylar undan unsin talashgan. Ey Mardon tog'lariga chiqdim bolajon, silol suvlardan ichdim bolajon. Hayolimda goh ko'rinadi baxtroq, hayolimda goh ko'rinadi baxtroq. Dil osmonim ulmoqu, sen o'zing sani ohu. Dil osmonim ulmoqu, sen o'zing sani ohu. Ohu, yohu, ko'rsam tor dunyo ham keng bo'lar, sizga yetmoq zamonlar ming bo'lar. Sizni ko'rsam tor dunyo ham keng bo'lar, sizga yetmoq zamonlar ming bo'lar. Marg'ilonli qizlar deya olamga ta'rif qilsam dostonlarga teng bo'lar. Marg'ilonli qizlar deya olamga ta'rif qilsam dostonlarga teng bo'lar. Bahor keldi boqqa gulli yetaklab, quyosh chiqdi yer yuziga charaqlab. Qalb daftarin ochdim mayus varaqlab. Seni izlab nasibim, seni izlab, seni izlab nasibim, seni izlab. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Bugun mana va'da qilingandek Oxunjon haqidagi ko'rsatuvni davom ettiramiz. Uzun ko'ylak to'kman qizga uylanaman. Shunday mashinalarni men oldimga tizib tashladi. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Sen Toshkentda yashashing kerak deb menga uy olib bergan. Hamma ham bunaqa bo'lavermaydi. Sevgi derkan, sevgi dilni yerkan. Qizga mehring berguncha, qizga bag'ring berkan. Muxlis bo'lish qiyin ekanda. Yurakdan muxlis bo'lish qiyinligini o'shanda tushunib yetdim. Ovozni eshitib olmay ko'zimdan yosh chiqib ketdi o'shanda. Oxunjonu muxri dillar endi kelmas. Mening bitta armonim bor birodarlar. O'smirligim aro yo'lda qolib ketdi. O'shal damlar ko'rsatuvini o'tkazib yubormang. Oxunjon Madaliyev haqidagi xotiralarni o'rtoqlashamiz. Eslaymiz, fikrlashamiz. Qo'shiqlar, suhbatlar, hazillar hammasi oldinda. Qaysi viloyatga borsak, keladida ustoz men Oxun akaning shogirdiman deydi. Katta yigitlar. Ularni ko'rib baribir Elmurod aka xursand bo'lamiz-da. Mana
qo'shni mamlakatlarga borsak ham shu. Endi Oxunjonda o'zi nima deydi, shunday xarakteri bor ediki, juda hokisor bola edi. Ko'ngli bo'sh, hazilkash, bunaqa qovoq solib o'tirgan odamni ham yomon ko'rardi. O'sha kirgan davrasini kuldirib, o'sha yerda ja bo'lmasa hammasi ashlatmasa ham kuldirib chiqib ketardi Abjal hojiga. Endi undan Abjal hojiga o'tgan ozgina shunaqa xususiyatlari. Mana bu yerda farzandlari o'tiribdi, Qilichbek, Nodirbek jiyanlari, shogirdlar. Albatta Oxunjondan juda ko'p narsa shogirdlariga o'tgan. Endi yaqinda biz shunaqa katta nima deydi bo'ldiki, shu Oxunjonni qo'shig'ini aytadigan yigitlarni Farg'onada juda katta viloyat hokimimizning tashabbusi bilan konkurs qildik. Endi nima desam bo'ladi sizlarga? Elmurod aka to'lib ketdi. Uni bir oyda ham tugamas edi. Biz endi o'zib ko'rib 350 ta qoldimi Qilichbek? 350 ta odamni keyin saralashni ayting. Sababi Oxunjonni yaxshi ko'rgandan-da shogirdlari. Hammasi bir-biridan go'zal. Bir-biridan go'zal. Ko'rmasam Mana shu ko'rsatuvni tashkil etganlarga avvalo rahmat aytib o'tmoqchiman. Men anchadan beri kutib yurgandim. O'sha damlar ko'rsatuvida ham Oxunjon Madaliyevga bag'ishlangan soni bo'lishligini intiqlik bilan ancha kutdim. Mana bugun orzuyim bir hisobda amalga oshdi. Bundan o'zim mamnunman. Ustoz yuqorida ta'kidlab o'tdi, Farg'ona shahrida Islom Karimov nomidagi san'at saroyida 9-oktyabr kuni 2024-yil Oxunjon Madaliyev qo'shiqlari tanlovi bo'lib o'tdi. Unga ham bordim mamnuniyat bilan. Ustozni qo'shiqlarini juda yaxshi ko'raman. Agar har kuni kuylamasdan, xirgoya qilmasdan kunlarim o'tmaydi desam, ayni haqiqat. Endi ruxsatinglar bilan ozgina xirgoya qilib bermoqchiman. Marhamat. Bir kuni go'zallar qarg'aydi meni, qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Bir kuni go'zallar qarg'aydi meni, qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman, onamning duosi meni asraydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman, onamning duosi meni asraydi. Rahmat. Navbatda endi nima deydi? Jiyan tog'aga o'xshaydi degan gap bor xalqimizda. Elmurod aka to'g'rimi? Mana haqiqiy jiyanlari Nodirbekdan shu eshitsak, tog'asiga bir ikki og'iz gapirib, keyin qo'shiqlarda aytib bersa yana xursand bo'lamiz. Rahmat. Assalomu alaykum ustozlar, biz tomosha qilib turgan teletomoshabin do'stlar. Avvalambor sizlarga rahmat. Shunchalik ustozimni ham taomni xotirlaganlaring uchun. Endi to'g'risi biz yosh bo'lganmiz, ko'p eslay olmayman, lekin shu tog'amga o'xshashdi. Taomda yurishlari, turishlari olishga harakat qilganmiz-da, choy ichishlarigacha. Endi shu tog'amga havas qilib, ustoz qo'shiqlarini hozirgi kunda ijro qilyapmiz. Albatta muxlislar talabiga binoan bo'lib 40 gradus isitma chiqqanda ham xalqni oldiga chiqib, shu onamning duosi meni asraydi degan qo'shiqni ijro qilgan ekanlar. To'g'ri, rahmat. Sog' bo'ling. Güzeller qarg'aydi meni, qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman,
duosi meni asraydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman. Onamning duosi meni asraydi. Bir kuni do'stlarim qarg'aydi meni, sotilgan sadoqat uchun qarg'aydi. Sulaymon g'oridan topmasam panoh, onamning duosi meni asraydi. Sulaymon g'oridan topmasman panoh, onamning duosi meni asraydi. Bir kuni qo'shiqlar qarg'aydi meni, yolg'on qo'shiqlarim meni qarg'aydi. Men baribir qo'rqmay kuylayveraman, onamning duosi meni asraydi. Men baribir qo'rqmay kuylayveraman, onamning duosi meni asraydi. Yetar men na jamshid, na xotam toyman, na orzusi poymol bo'lgan humoyman. Sofligu ma'sumlik haqqi hurmati, bir kuni o'zimni o'zim qarayman. Bir kuni o'zimni o'zim qarg'asam, onamning duosi meni asraydi. Bir kuni o'zimni o'zim qarg'asam, onamning duosi meni asraydi. Onamning duosi meni asraydi. Rahmat Nodirbek. Sog' bo'ling. Ko'rsatuvimiz nafaqat suhbatdan, qolaversa qo'shiqlar ketma-ketligi. Meni studiyada yonimda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxunjon Madaliyevni ustozlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek aka. Oxunjon Madaliyev juda ko'p Qilichbek akani qo'shiqlarini ijro etib xalqqa manzur bo'lgan ko'p qo'shiqlarni, Qilichbek akani qo'shiqlarini Oxunjon ham ijro etgan. Bitta olqishlar bilan Qilichbekka bir qo'shiq eshitsak ustoz. Rahmat. Bugun bog'landi, bog'landi. Ko'ngillar bir-birini islar. Bugun bog'landi, bog'landi. Ularning ajratib bo'lmas. Bugun bog'landi, bog'landi. Ularning ajratib bo'lmas. Bugun bog'landi, bog'landi.
mümkün bu alemde Açan ip kıska bağlansa İlacı yok bizde zincirler Uzun bağlandı bağlandı İlacı yok bizde zincirler Uzun bağlandı bağlandı Ko'ngillar bir-birini izlab Bugun bağlandı bağlandı Ularni ajratib bo'lmas Bugun bağlandı bağlandı Ularni ajratib bo'lmas Bugun bağlandı bağlandı Bugun bağlandı bağlandı har bir yashab o'tgan insonning umri, hayoti ortda qolgan odamlar uchun ibrat maktabi sanaladi. Shu ma'noda bizni akamiz, ham do'stimiz Oxunjon Madaliyev timsolida men bir-ikki og'iz o'zimning mulohazalarimni aytib o'tmoqchiman. Bu insonni havas qilsa arziguday hislatlari juda ham ko'p edi. Men bu borada juda ko'p voqealarga duch kelganman. Juda ham ko'p bir hodisalarni gapirib berishim mumkin. Mana shulardan bittasini aytib bermoqchimanki, bu hikoyachada Oxun akani fe'l-atvori, kimligi yaqqol ko'rinadi. 1993-yilda men Toshkentga yangi ishga kelgan paytlarim Andijon poyezdiga chiqib qaytyapman. Shu poyezdda menga bir havaskor bir qo'shiqchi hamroh bo'lib qoldi. Menga shu qo'shiq yozib bering, menga she'r yozib bering deb hech hol jonimga qo'ymadi. O'zi bir hayolimda, bir yuragimda shu mavzu yetilgan bo'lsa kerakki, o'sha xalqimiz orasida mashhur bo'lgan Seni bugun ko'rmasam bo'lmas degan she'r shu poyezdda yozildi. Xullas, orada vaqt o'tdi. Bir 6 oymi, 7 oy vaqt o'tgandan keyin Farg'onaga yo'lim tushganda Oxun aka bilan ko'rishib qoldik. Oxun akam keyin sizga bitta syurpriz bor deb, endi u paytlarda kasetali magnitofonlar bo'lardi. Shu magnitofonda 3-4 ta qo'shiq qo'yib berdi. Qo'shiqlarning orasida mana shu ko'rmasam bo'lmas degan qo'shiq menga yoqdi. E'tiborim tortgan narsa shu bo'ldiki, qo'shiqda esingizda bo'lsa, bu qo'shiq juda ko'p odam aytgan, 20 ga yaqin odam aytdi. Lekin Oxun akani ijrolarida bu yelkamga yuk tashladi osmon deb so'zni kengaytirib yuborgan. O'sha yelkasiga yuk tashlab dard bosganligini shu osmon darajasigacha olib chiqib yoyib yuborgan mana shu. Mana shu joy yuragimga jizzat yopishganda kim aytdimki, mana shu joyini yomon qilibsiz Oxun aka desam, tanidingizmi she'rni dedilar. Men aytdim, shu tanishga o'xshab turibdi desam, "Ya, siz she'ringiz bu. Buni ma'lum bo'lishicha haligi bola Iqbol aka degan kompozitor men adashim bor. Shu adashimga muzika yozgani bergan ekan. U qarasa yaxshi chiqib qolgan. Keyin Oxun aka bilan ishlardi. U Oxun akaga bu she'rni o'tkazib yuborgan ekan. Shu tariqa qo'shiq Oxun akaning qo'shig'i bo'lib ketgan. Lekin bitta jihatini aytishim kerakki, xullas qo'shiqni eshitdik. Keyin Oxun aka aytdilarki, endi dedilar, demak bu boshqa bir bolani, bitta qo'shiq aytaman deb yurgan bir bolani havaskor bir yigitga yozilgan ekan. O'shani iltimos bilan yozilgan ekan bu she'rlar. Ha desam, "Taniysizmi bolani?" dedilar. "Ha, taniyman." "Qayerda turadilar?" "Ha, shu biz o'zimiz Bag'dodda turadi." "Ketdik" dedilar. "Borib shu boladan roziligini olib kelamiz. Shu she'rni rozi qilib olamiz shu bolani." dedi Oxun aka. Keyin men aytdimki, "Yo'q Oxun aka, shart emas, endi u e'tiroz bildirmasa kerak bu she'rni siz aytganingizdan keyin." Desam, "Yo'q" dedilar. "Men dedi ertaga bir boshqa bir savollar bo'lishini xohlamayman. Borib shu boladan rozi rizoligini olib, keyin bu qo'shiqni o'zimiz qilamiz" dedilar. Xullas, keyin Oxun aka bilan biz bordik, u bolani topolmadik. Qarang, hali o'zi tanimaydigan odam, ba'zi bir odamlar, masalan, o'zi tengi qo'shiqchini ham pisand qilmaydigan, o'zidan balandini ham pisand qilmaydigan yulduzchalarimiz bor. Lekin Oxun aka u ham san'at yo'liga kirgan bir bola ekan. Ki shuni ko'nglini ranjitmaylik, san'atni ilk ostonasida shuni ko'nglini qoldirmaylik degan mulohaza bilan katta boshini kichik qilib bormoqchi. Uzr so'ramoqchi, shu she'ringizni biz oldik endi deb ko'nglini olmoqchi. Qarang, demak bu inson nafaqat bir
qo'shiqchi sifatida balki mana shu qo'shiqchi bo'lgan xonanda bo'lgan sifatga insoniylik sifatini kamtarlik sifatini shu pokisonlik sifatini ham omuxta qilib qo'sha bilganligi uchun ham xalqimizga yoqimli. G'amgin yurak, g'amgusor yurak, bechorani xo'rlasang bo'lmas. G'amgin yurak, g'amgusor yurak, bechorani xo'rlasang bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Seni bugun ko'rishim kerak, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Yelkamga yuk tashladi osmon, bu azoblar qo'ygaymi aman. Yelkamga yuk tashladi osmon, bu azoblar qo'ygaymi aman. Tushun seni sog'indim yaman, seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Bu sog'mi kasalmi farqi yo'q, to'yga va'da qilinib borilardi. O'sha Angliyaga to'yga bordik, borganimizda Oxunjonda isitmasi ko'tarilib ketdi. Xalq juda ham ko'p. U odamlar bir 2 oy 3 oy oldin havas qilib aytgan to'yga bordik. Endi iloji yo'q chiqishdi. Doktor ham birga yonimizda yuribdi. Endi chiqolmayapti. U 39-40 ga chiqib ketdi isitma. Xalq yig'ilib olgan, oxin deyapti. G'anijon shogirdlari bor. G'anijon boshlab turing dedi. Men o'rtakashman borib navbatda G'anijonga berdim. G'anijon 2 ta qo'shiq aytardi har safar. 6 ta qo'shiq aytdi. Oxin deb baqiryapti odamlar. Endi Oxinjon ichkarida chiqolmaydi. Ukol olyapti, isitmasi ko'tarilib ketyapti. Turish iloji yo'q-da endi. Abdurahmon aka dedi, xalq kutyapti, baribir chiqmasak bo'lmaydi dedi. Iltimos bir 10 minut gapirib turing dedi. Keyin chiqaman dedi. Keyin chiqib 10 minut emas, 20 minut gapirdim. Endi baribir endi biz yangi paytimiz edi. O'shanda ham Oxin deyapti. Oxinjon o'rtoqlar shu yerda. Ozda mazasi qochib qoldi, hozir chiqadi. Dedi, keyin to'yda yasam billa shu gapni yonida gapirdi. Keyin Oxinjon chiqaman, olib chiqinglar meni dedi. Istimamini chiqdi-da. O'zi yurolmaydi, ushlab olganmiz. Mikrofonni ushlab olgan stoyka qilib. Ushlab turib haligi onamning duosi meni asraydi degan qo'shiqni aytgan o'shanda. Du teroqyapti, qo'shiq aytyapti. Xalq mazza qilyaptiki, endi o'zini ko'rdi-da, haqiqatdan Oxinjon keldi deb. Shu darajada bir xudo bergan odam edi-da. O'sha inson bilan birga bo'lganimizdan, birga yashaganimizdan, birga ijod qilganimizdan xursand bo'lamiz. Bir kuni go'zallar qarg'aydi meni, qarovsiz muhabbat uchun qarg'aydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman, onamning duosi meni asraydi. Men pinak buzmayman, hadik tortmayman, onamning duosi meni asraydi. Ikkita hofiz to'g'risida Muhammad aka bashorat qilganlar oldindan. Bu bittasi Oxunjon Madaliyev, bittasi Muhriddin Xoliqov. Ikkalovi to'g'risida bitta gap aytganlar. Mana shu yigitni tanib olgan mashhur qo'shiqchi bo'ladi, mashhur san'atkor bo'ladi mana shu yigit deganlar. Oxunjon haqida ham. Hamkorliklari hozir Nuriddin aka aytib bergan bir hamkorliklari natijasida ancha-muncha o'sha Muhammad akani Turkman qizga uylanaman degan qo'shiqlari yozildi. Juda mashhur bo'ldi u ham. O'sha aylanaman, sharqni kezib aylanaman, iboli bir yor topolmay o'ylanaman, o'z yurtimning suluvlari til uqmasa, uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman.
sharqni kezib aylanaman iboli bir yor topolmay o'ylanaman aylanaman sharqni kezib aylanaman iboli bir yor topolmay o'ylanaman o'z yurtimni go'zallari til bilmasa uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman o'z yurtimni go'zallari til bilmasa uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman ko'zim tutsa yuzlari lovlov yonadi yelkasida 40 ta chaman tovlanadi ko'zim tutsa yuzlari lovlov yonadi yelkasida 40 ta chaman tovlanadi qirqilmagan kokillari cho'lg'anadi uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman qirqilmagan kokillari cho'lg'anadi uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman allasiga bo'lmaydi zor u elining urflarini qilmaydi xor beshiklari allasiga bo'lmaydi zor qoshlarida momosining o'smasi bor uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman qoshlarida momosining o'smasi bor uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman yaltiraydi kechalari bir xil libos kiymish ko'rdim nechalari oy baldad yaltiraydi kechalari yashnab ketar yursa toshgan ko'chalari uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman yashnab ketar yursa toshgan ko'chalari uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman aylanaman sharqni kezib aylanaman iboli bir yor topolmay o'ylanaman aylanaman sharqni kezib aylanaman iboli bir yor topolmay o'ylanaman o'z yurtimni go'zallari til bilmasa uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman o'z yurtimni go'zallari til bilmasa uzun ko'ylak turkman qizga uylanaman keyin o'sha turkman qizga uylanaman she'rini mushtumdan olib qo'shiq qilganlarini matbuotda o'qiganman shu narsani oxunjon o'zlari aytgan juda shov-shuv bo'lgan o'sha payt nimalari bilishadi bu aytishuv ham bo'lib ketgan keyin u aytishuvni keyin Yulduz Usmonova boshlab berdilar u shunaqa bir aytishuvga ham aylanib ketdi ko'pchilik buni Muhammad aka yozib beryapti deb o'ylagan lekin u boshqa o'zlarini Muhammad akaning she'rlarida ham javob she'r ham yozdilar keyin sodda Muhammadman sodda Muhammad turkman qizni maqtab baloga qoldim ko'ylagiga havas qilgandim faqat to abad tuganmas g'avg'oga qoldim degan Bu g'alvani shu boshima kim berdi o'zbek qizi ahundan kun ko'rdi bu g'alvani shu boshima kim berdi o'zbek qizi ahundan kun ko'rdi mardni emas nega ojiza ko'rdi kim zo'r endi mana ahun bilib qo'y mardni emas nega ojiza ko'rdi kim zo'r endi mana ahun bilib qo'y uzun ko'ylak yara
xonim uzun ko'ylak kiyibsiz. Bizga shuni o'zi kerak bilibsiz. Yıldız xonim uzun ko'ylak kiyibsiz. Bizga shuni o'zi kerak bilibsiz. Turkman qisku bir gap bo'ladi, ammo bog'dan kelsam sizchi tog'dan kelibsiz. Turkman qisku bir gap bo'ladi, ammo bog'dan kelsam sizchi tog'dan kelibsiz. Osmoningiz tiniq bo'lsin yulduzxon, fe'lingiz ham siniq bo'lsin yulduzxon. Osmoningiz tiniq bo'lsin yulduzxon, fe'lingiz ham siniq bo'lsin yulduzxon. She'rni tanlay bilish qobiliyati kuchli edi. Bitta faxrlanib yuradigan bir ish bo'lgan. Bir kun Muhriddinga kelib qolishdi, keyin o'tirdik, gaplashib o'tirdik, boshqa qildik. Muhriddinga telefon bo'lib qoldi. Telefonga koridorga chiqib ketdi-da, bu paytda unaqa sotkalar yo'q. Oxunjomda cho'ntagidan varg'ini ochdida, aka dedi, "Mana shuni bir eshitib ko'ring" dedi. Dedik, "Xo'p". Qani oldin berchi dedim. Shuni olsam Muhammad Yusuf deb yozilgan. Turkman qizga uylanaman. Mana shuni qo'shiq qilyapman, qanday bo'lar ekan dedi. Gapirishlari ham bir shirin edi, uni shu vodiycha. Keyin va mayni nima deya olmayman, endi Oxunjon shunaqa darajadagi shu mashhurlik paytida endi. O'shanda Turkman qizi menga jonli ijro qilib berdi. Shundan men shunaqalarni eslab bir maza qilib, shunaqa ta'sirotim borda. Alloh rahmat yo'lgan bo'lsin. Rahmat. Oxunjonni kamtarona, samimiy xislati xalq yaxshi bilardi. Xalq. Toshkentda Xalqlar do'stligi saroyida Muhriddin bilan Oxunjonni konsertini qilganmiz. Ikkalovi konsert qo'yishdi. Qanaqa etamiz bularni so'rashdi. Boshidan ikkitasan shuni to'rttaga o'tib konsertni tugatib yuborganmiz. Shunaqa go'zal konsert bo'lgan, 5 kun qo'yishgan, odam juda ko'p bo'lgan. Men bugun juda ham xursandman. Oxun akamni yod etib kelgan hammadan Alloh rozi bo'lsin. Oxun akam shundoq ham har ikki dunyosi aziz bo'lgan insonlardanki, mana o'tganlariga 25 yil bo'lgan bo'lsa-da, hali hanuzgacha qayerga borsak, masalan, Oxun akamning muxlislari biron bir qo'shiqlarni kuylab qo'ysak yoki kuylangan qo'shiqlar internetga qo'yilsa, bizni qilgan xatolarimizgacha anglab, to'g'rilab turadigan muxlislari bor. Iloyim Qilichbek otasini albatta o'rnini bosadi degan umiddamiz, Xudo xolasa. Rahmat. Bahor keldi boqqa gulni yetaklab, quyosh chiqdi yer yuziga charaqlab, qalb daftarin ochdim mayus varaqlab, seni izlab nasibim, seni izlab, seni izlab nasibim, seni izlab. Bahor keldi boqqa gulni yetaklab, quyosh chiqdi yer yuziga charaqlab. Bahor keldi boqqa gulni yetaklab, quyosh chiqdi yer yuziga charaqlab. Qalb daftarin ochdim mayus varaqlab, seni izlab nasibam, seni izlab, seni izlab nasibam, seni izlab.
kelur butun yer yuzim kezib seni izlab nasibam seni izlab nasibam seni izlab qalb daftarin sen ham ochib qolarsan nomim o'qib yodingga ham olarsan sevsang o'zing bir kun topib kelarsan meni izlab nasibam meni izlab sevsang o'zing bir kun topib kelarsan meni izlab nasibam meni izlab nasibam meni izlab Biz mana Qilichbek aka yaxshi bilasiz, o'sha O'zbekiston televideniyada musiqiy ko'rsatuvlar redaksiyasida O'g'il opa ustozimiz O'g'il opa Akbarova bilan Alisher aka Madrahiyev bilan ko'p syomkalarni qilishga muvaffaq bo'lganmiz. Oxunjon aka bilan eng bir yaxshi bir o'ziga xos jihatlarini aytdinglar. Yana bir mashhur Oxunjon Madaliyevga o'xshamas edi-da o'zini haligi tabiati, gap so'zlari. O'sha Shohimordan Farg'onaga haligi Zilol sanatoriyalari Oltiariqda o'sha yerlarga syomkaga borganimizda juda ko'p voqealar bo'lgani bir esda bir bittasini aytib beray. Alisher aka bilan Rafael aka Kamolov o'sha joy tayinlab o'sha haligi Qadamjoy degan joy ekan. Ana shu Vodildan Shohimordan ketayotganda shu joyda bir manzarani ko'rib qoldi. To'xtanglar, shu yerda syomka qilaylik dedi Rafael aka. Joylar tayinlashga turib Oxun aka yo'qolib qoldi. Hamma narsa tayyor. Kameralarni o'sha tayyor qildi. Endi men yordamchiman Alisher aka. Qani bir mahal nariyada bir 5-6 bolalar bilan velosipedi buzilib qolgan ekan. Zanjiri chiqib ketgan, kimdir zanjirini solib, endi haligi bu tepa ana bordim, Oxun aka chaqiryapsiz desam ham menga quloq solmayapti. Bolalar bilan qo'shilib ketgan, bolalarcha. Haligi bolalarni bo'ldi endi hayda bos deyapti, tepalikka chiqyapti-da. Endi tush bu yoqqa deyapti. Bir mahal haligi ona qilyapti, menga qaradi, "Sharobiddin, ushamiz" dedi. Haligi bola uchib tushib kelyapti velosipedda. Oxunjon aka tuzatib bergan, lekin uni to'g'rimiz yo'qligini bilmas ekan. Haligi uchib kelyapti haqiqatan, endi u ushab qolishimiz kerak. Bir narsa qilib ushab qolib shunaqaligi nima deydi, o'zini bolaliklariga qaytganda o'shanaqa shunda ham bir ularni bag'ri kengligini bilsa bo'ladi. O'zbek estradasiga yangi bir ob-havo olib kirdi-da. Uni konsertlarini Larisa Inazemtsova rejissor bilan olgan paytlarimizda har bitta qo'shig'iga qanaqadir o'zini aktyorlik mahorati bilan chiqib kelardi. Hamma rejissor aytgan narsalarini mohirona bajarib berardi-da.
ham o'zini ovozi bilan, ham o'zini artistlik mahorati bilan. Keyin aytaylik, jamoa bilan bo'ladigan ishda bir anekdotga, qiziq voqeaga aylanib qolgan joyi borda. Konsertni yozib bo'ldik, hammamiz avtobusga o'tiryapmiz. Endi biz oldinroq kirib o'tirdik shekilli, biz bilan birga oldinroq Oxunjon ham kirib o'tirdi-da. Qizig'i nimada? Biz bilan tasvirga olishga Shohimardonga Muyassar Razabxonni ham jo'natishgan. Bir payt endi unda hazillashish anaqasi ham bor ekanda, hazil yurg'izish. Endi vodiylikda ozgina bo'lsa ham askiyaga olinadi. Muyassarxon endi anaqana yigitlari, muzikantlari asbob uskunalarni avtobusga qo'yayotganda vaqt ko'p ketib qoldi-da. O'shandan kelib chiqib tezroq bo'ylab turdi-da. O'shatdagi vaziyatni sal nima edi, yengish uchun Muyassarxon, sizlar ham to'yga borib turasizlarmi dedi. Muyassar ham hazil ekanini bilaman, dedi. Bor orkestringizda nechta odamingiz bor desa, 90 ta odam borsa, ha, unda qismi qiyin bo'lar ekan dedi. Hazillashishi ham bordi, ko'rdingmi? Joyiga qo'yish kerak. Bo'lmasam haligi hamma charchab bo'lgan suratga olish jarayondan qilgandan keyin, suratga bo'lgandan keyin o'sha vaziyatni qanaqadir yengillashtirib, hazil-huzul bilan o'shanga men aytaman, vodiylikda baribir ozgina bo'lsa askiyalikka tortadi. Oq bo'yrani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Oq bo'yrani suv tezroq oqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bizga misol eshiklari ocholmasdan aylanay derazadan giryon boqib ketsin. Bizga misol eshiklari ocholmasdan aylanay derazadan giryon boqib ketsin. Boshqa uyga kirin bo'lib saylandi ya. Bir kunda yar begonaga aylandi ya. O'zga uyga kirin bo'lib saylandi ya. Va'dalarin unutalmay qiylandi ya. Va'dalarin unutalmay qiylandi ya. Tezroq eslaridan chiqib ketsin. Yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Yalnız o'zim o'qib ketsam, yorim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Bir
tushib muhabbatim har bahorda yodga tushib muhabbatim ko'zlariga oqmonchoqlar toqib ketsin yarim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin ismim tezroq eslardan chiqib ketsin yarim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin yarim umr yo'ldoshiga yoqib ketsin. Jurnalistman, yaxshi bilasizlar. Endi biz ishlagan paytda O'zbekiston televideniyasi bitta kanalida Moskva edi va biz edi. Yurt haqida qo'shiq ko'rsatuvini tayyorlash taklifini berdim siyosat studiyasining rahbarlariga. Bu endi 91-92-yillarda gapi. Farg'ona viloyatiga bir safarga chiqdik. Kechki payt bir xabar keldiki, kamerani Oxunjon Madaliyevga berar ekansizlar. Biz tasvir olayotgan kamerani. Keyin menga xabar keldi, men juda xafa bo'ldim. Oxunjonni hali men tanimayman. O'sha paytda Jo'ra Bobo Rahmat degan kasbdoshimiz hali televideniyada ishlamas edi. U kishi menga elchi bo'lib keldi. Shu kamerani biz olib ketishimiz kerak. Oxunjon Madaliyevni konsert dasturi Shohimardonda yoziladi deb. Ertasi kuni yana biz ishimizni davom ettiryapmiz, lekin kelayotgan elchilar, kelayotgan xabarlar menga juda ishimga, ijodimga yomon ta'sir qila boshladi. Keyin bir payt qulog'imga bir gap keldiki, oxin kepti, oxinni o'zi kepti, oxinni o'zi kepti deyishdi. Velosipedda kelgan ekan. O'sha payt Jigulisi bor edi menimcha, lekin Nexia'lar chiqmagan payt edi. Haligi shunday kelib turgan yigitlarga xalaqit bermanglar dedi. Men eshitib turman o'zim qulog'im bilan. Biz oxirgacha yetkizdik. Bo'ldimi ishingiz dedi. Bo'ldi. Faqat bitta narsa qoldi menga. U ham bo'lsa, haligi ko'rsatuvni yakun qilishim kerak edi. Xayr Farg'ona, biz yana kelamiz deb Farg'onaning arka darvozasi bor ko'chada. Shu joyda aytishim kerak edi, xayrlashishim kerak edi. Shu qoldi, mayli yozmay qo'ya qolaman dedim. Men shu daraxtlarning oldiga yoza qolaman desam, Oxunjon yo'q, yozasiz dedi. Qorong'i tushib qoldi, yozmayman, yozolmayman dedim. Yo'q, biz sizga sharoit yaratib beramiz dedi. Qanchalik xohlamasligimga qaramasdan qorong'i bo'lib qoldi-da. U arkani oldiga bizni olib bordi. Guruhimiz, jamoamiz bilan olib bordi-da, o'sha payt mashinasini, farasini menga yoqib turdi. Fara kamlik qildi. Keyin qayerdandir shunday mashinalarni men oldimga tizib tashladi. O'sha arkani oldida turib 1994-yilda Xayr Farg'ona, biz yana qaytamiz, rahmat Oxunjon deb shunda xayrlashganmiz va shunda Oxunjonga juda katta qalb borligini, juda katta ijodkorning yuragi borligini men uni sezganman-da. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Bahor bulutlarni yig'di bu kecha, yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha. Bahor bulutlarni yig'di bu kecha, yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha. Dilga shirna kuy sig'di bu kecha. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Bahor bulutlarni yig'di bu kecha, yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha. Bahor bulutlarni yig'di bu kecha, yashin chaqmoqlarni tug'di bu kecha. Dilga shirna kuy sig'di bu kecha. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim.
men seni o'zingni sog'inib keldim. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Bo'yinga fidolar bo'layin deyman, ko'yingda adolar bo'layin deyman. Bo'yinga fidolar bo'layin deyman, ko'yingda adolar bo'layin deyman. Ko'changda gadolar bo'layin deyman. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Rohat baxsh pokiza kuy bu muhabbat. Eng aziz va dilbar uy bu muhabbat. Meni sharobingga to'ydir muhabbat. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Bo'yingga fidolar bo'layin deyman, ko'yingda adolar bo'layin deyman. Uchangda gadolar bo'layin deyman. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Eng shirin so'zingni sog'inib keldim. Men seni o'zingni sog'inib keldim. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. So'z navbatini Farhodjon Dehqonovga beramiz. Bu kishi ham Oxunjon akasini shogirdlari, shu konservatoriyada o'qigan, o'sha davrlarda qo'shiqlarni aytib yuradi. Fikrlarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum azizlar, ustoz, umringiz uzoq bo'lsin. Butun vodiy xalqi shu Qilichbek akamni shogirdlari bo'lamiz. Bulardan eng sevimlisi bu Oxunjon Madaliyev ustozimiz bo'lishadi. Yoshligimizdan qo'shiqlarni aytib, hattoki tarbiyaviy ishlarimizga ham Qilichbek akam ham, Oxun aka ham e'tibor berishardilar. Joylari jannatdan bo'lsin, ustozlarimizning umrlari uzoq bo'lsin. Oxun akani, Oxunjon Madaliyevni muzeylari to'g'risida gapirmoqchiman. Mana bir jiyanim bor. Shu Amerika Chikago shtatida yashashadi. Shu yerda Oxunjon Madaliyevni uy muzeyini qilibdilar. Eshitib juda xursand bo'ldik. Keyin Zominda, Jizzaxda Zomin tumanida Abdulla aka degan Oxunjon Madaliyevni ashaddiy muxlislari, xonadonlarida ham bo'lgan ashaddiy muxlislari bor. Shu Dehqonobod degan joyida Qilichbek aka, shu kishi ham Oxunjon Madaliyev uy muzey ochganlar. Bularni ismlarini atay tiliga olganim sababi vodiydan qanaqa san'atkorlar shu tomonlarga bormasin, mehmon qilishib, hurmat qilishib jo'natishadi. Keyin Oxunjon Madaliyev to'g'risida nimalar bilasan deb qiziqishadi endi bizdan shogirdlardan. Men aytaman, Qilichbek aka bir esingizda bo'lsa, to'ydan kelib bolalar bilan tarqash paytida bir to'yga aytgani ikkita odam kelgan voha tarafdan. To'y palon joyda, palonchisida gaplashilgan, nima bo'lganda keyin xo'p degansiz boramiz degan, ikkalar Oxunjon aka bilan ustoz boramiz deganlar. Faqat to'yga rais etib qo'yinglar degan. Rais etib qo'yinglar degan, xo'p bo'ladi deb ketishgan. Borishsa, charchoqdan kirib choy-poy qo'yishib o'tirishsa, bitta odam so'rayapti sizdan degan.
rais so'rayapti degan. Desa mayli mayli kirsin deyishgan. Qizil etikda shu paytda shlyappada mahallani raisini olib kelib qo'yishgan ekanda, shu kirib men shu rais bo'laman, shu rayon deyilardi-yu, shu tumanda raisi bo'laman desalar, ha keling o'tiring desa, menga nima xizmat bor chaqirtirgan ekansizlar desa, keling bir choy ichaylikda siz bilan hazillashib shu nimadan chiqib ketishgan ekan. Davra olib boradigan rais desa tushunmasdan bu paytda kolxozlar bor edi, kolxoz raisini aytib qo'yishibdi sharobidan. U kishi kelib bizga nima xizmat deb yo keyin siz choy ichgan chaqirdim deb Oxunjon hushyor yigit edi-da, bunaqa keyin ada qilib bilintirmagan bu narsani. Bilintirishmagan ekan. Choy ichib keyin birga to'yni o'tkazishib, baribir u kishi o'shda bo'lar ekanlar-u. U naborot u kishi xursand bo'lib ketgan ekanki, meni chaqirtirib qo'ygan ekan deb, xursand bo'lgan ekanlar. Gerçi meni sevalmasang, sevgimga hech kun olmasang. Gerçi meni sevalmasang, sevgimga hech kun olmasang. Birga yura olmasang, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Birga yura olmasang, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Ko'cha ko'yda ko'rganimda, Majnun sifat yurganimda. Ko'cha ko'yda ko'rganimda, Majnun sifat yurganimda. Tushlaringga kirganimda, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Tushlaringga kirganimda, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Aytolmasang so'zing bilan, aytib qo'ygin ko'zing bilan. Dardimni ol o'zing bilan, sevaman deb aldab qo'ygin. Dardim aytsam bezib, ko'nglim yig'lar sezib. Derdim aytsam bezib, ko'nglim yig'lar sezib. Yuragimni ezib, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan. Yuragimni ezib, sevaman deb aldab qo'ygan. Sevaman deb aldab qo'ygan.
senga ishqim tushdi yozim kelmay qishim tushdi yolg'iz senga ishqim tushdi yozim kelmay qishim tushdi yolg'oningga ishim tushdi sevaman deb aldab qo'ygin sevaman deb aldab qo'ygin yolg'oningga ishim tushdi sevaman deb aldab qo'ygin sevaman deb aldab qo'ygin Biz bolaligimiz Oxunjon Madaliyevning qo'shiqlarini eshitish bilan zavqli bo'lgan. Qirg'izistonda tug'ilganman. Qishlog'imizda hamma katta kichigi shu Oxunjonning qo'shig'ini eshitardi. Shu uchunmi Oxunjonga bo'lgan mehrim boshqacha edi. Taqdir taqozosi bilan Toshkentga o'qishga keldim. Qishloqlarim har safar qishloqqa borganda Oxunjonni ko'rdingmi deb so'rayverardi-da. Lekin Oxunjon bilan uchrashishga hech iloji bo'lmadi. Lekin juda ko'p izlandim, juda ko'p imkoniyat qidirdim, iloji bo'lmadi. Alloh mehribonda bir narsani chin dildan xohlasangiz, yoningizga olib kelib qo'yadi. Vodiyda Taraqqiyot televideniyasi bor. Shuni Yangi yil bazmi konsertiga Oxunjon Madaliyev keldida, xuddi Xudo xohlagandek yonimda joy bor edi, meni yonimga olib kelib o'tkazib qo'ydi. Endi o'sha kungi holatimni hozirgacha eslasam ham yuragimda bitta bir mehr boshqacha tuyuladi. Keyin tanishdik, muxlisingizman deb aytdim va sizni unda Marg'ilon televideniyasida ishlayotgan edim. Siz haqingizda ko'rsatuv o'qimoqchiman deb aytganimda, shunaqa kamtar, shunaqa sodda, men ko'rsatuv qilishingizga arziymanmi dedi. Xudo xohlasa men siz haqingizda hali kitob ham yozaman dedim. Shu ham birinchi, ham oxirgi uchrashuvimiz bo'ldi. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Men o'g'il farzandimga xatni to'y qilishi kunlarini belgiladim. Faqat Oxunjon bilan borib shartnoma qilib kelishimiz qoldi xolos. Bitta ayol "Eshitmadingizmi?" dedi. "Yo'q" desam, "Oxunjon kechqurun o'lib qoldi" dedi. Ishoning. Murojaat etsam ishonmaydi-da, oyoq qo'lim ishlamay qoldi. Ishonasizmi? Muxlis bo'lish qiyin ekanda. Yurakdan muxlis bo'lish qiyinligini o'shanda tushunib yetdim. Bir haftada shu bu dunyoda men bo'lmasam ham degan kitob dunyo yuzini ko'rdi. Deraza pardasi yelkanday uchdi. Yana seni o'ylab ko'nglim ushdi. Seni olib ketdi qaysi daryolar. Hamrohing bo'ldilar qanday sabolar. Seni olib ketdi qaysi daryolar. Hamrohing bo'ldilar qanday sabolar. Onamga nastarin bo'yi bo'yladi. Sochlari rayhonim seni o'yladi. Bo'ying to'kildimi olis bog'larga. Ko'ngling ko'nikdimi qarg'azog'larga. Bir narsaga quvondim, oxirni mendan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'radiganlar bor ekan. Har kuni unda Begoyim gazetasini muharririman. Har kun kimdir qidirib keladi. Kimdir iltimos, kitobingizni topa olmayapman, bitta kitob bering deb keladi. Bitta mingbuloqlik odam gapi esimda qolgan. Oxunjon Navro'z bayramida konsert beribdi-da. Endi shartnomadagi pulni berish kerak-ku. Ko'pgina pul tushibdi. Bersa, hali kolxozi klubi juda ham xarob ekanda. Oxunjon qo'rqib qo'shiq aytib tushib ketishi mumkin bo'lgan darajadagi xarob ekan. Pulni olibdilar, duo qildilar. Keyin bu pullarni kolxozi klubi o'sha madaniyat uyini remont qilib qo'ying. Keyingi safar kelganimda pul olaman deb ashunda pulni tashab ketibdi. Qarang, keyin yana bitta chortoqlik ayol keldi. Endi uni aytmasam bo'lmaydi. 3 ta qiz farzandi bor ekan. Hammaga qo'shnilariga
Oxunjon Madaliyev mani o'g'lim deyaverar ekanda. Keyin qo'shnilar hammasi erman qilar ekan. Oxunjon Madaliyev o'g'il qilyapti bu ayol deb. Keyin stadionga konsert bergani kelibdi. Oxunjon men o'g'limga chapon kiygizgani ketyapman deb o'zbekcha belbog' bilan chaponni olib stadionga boribdi. Yo'lini qilib, xullas kalom Oxunjonga o'sha chaponni kiygizibdi, belbog'i bog'latib, o'g'lim, men seni o'g'lim deganman. Uyimda xo'roz so'yaman, bir piyola choyimni ichib ketgin debdi-da, endi chin dildan. Keyin uyiga kelibdi, uyiga kelsa qo'shnilar yana masxara qilib, "Ha, o'g'lingizni ko'rib keldingizmi?" deyotgan ekan. Bir mahal Oxunjon kirib kelibdi. Qo'shnilarning hammasi hayron bo'lib qolibdi-da. "Men sizga o'g'il bo'ldim shu bugundan boshlab. Nima xizmatingiz bo'lsa menga aytasiz. Men shu 3 ta qizga akaman" desa, qo'shnilar hammasi Allohning mo'jizasiga hayron qolibdi-da. Keyin ham o'sha ayol aytdi-da, o'lgunigacha ham Namanganga qachon yo'li tushib qolsa, to'ylarga borsa, o'sha opaga to'rtta non olib borar ekanda. Derdim sığmaz dunyoga, sig'may qoldim o'zim ham. Derdim sığmaz dunyoga, sig'may qoldim o'zim ham. Hayolimda bir-birin aldar ikki ko'zim ham. Hayolimda bir-birin aldar ikki ko'zim ham. Kim do'stimi, kim dushman, bila olmay men halak. Ikisi ham shirin so'z, tushuntir o'zing falak. Onaning oftini kimdir o'lchar pul bilan. Yana kimdir choq qazar qo'lidagi gul bilan. Ko'zingni och ey yo'ldosh, yurak o'tsiz bo'lmasin. Kuyga to'ldir dunyoni, odamiylik o'lmasin. Kuyga to'ldir dunyoni, odamiylik o'lmasin. Kuyga to'ldir dunyoni, odamiylik o'lmasin. Men bunaqa odamni ko'rmaganman hayotda. Hozir eshitganmiz, birorta hofiz ijodkorga uy olib berganmi? Meni yonida olib berib, sen Toshkentda yashashing kerak deb menga uy olib bergan. Kim olib berdi? Birorta hofiz olib berganmi? Hali olib bergan hofizlar yo'q. U shunaqa bir o'rtog'idagi juda nima aytsa shuni qilardi. Ha, keyin har bitta konsertda 200 ta bilet berardi menga. Adabiyot san'atga 4 ta berasan, yosh yigitchiga 4 ta, qishloq hayotiga, Guliston jurnal hamma ijodkorlarga biz 1-chi, 2-chi, 5-chi qatordan joy berardik. Shu odamlar meni ko'rsa ijodimdan qarang. Ana bunaqa mardliklar uni hech kim qilmaydi hayotda. Shuning uchun odamlar shunchalik eshityapti, shuning uchun u shunaqa odam edi. Jumagul Suvarmani qo'shig'ini aytgan, bilasizmi? Yolg'iz ayolda aytganda keyin
Jumagul opa Toshkentga kerak radioga uchrashib qoldik. Jo'ra dedi, Jumagul opaga bitta uy olib beraylik dedi. Birov bilmasin olib beraylik dedi. Jumagul opa qayerdan oladi? Keyin endi yosh endi odam o'lim to'satdan keladi-ku. Hech kimga aytmay olib beramiz dedi. Chilonzordan top dedi. Shuni olib beraman deguncha o'sha oxirida o'tib qoldi. Bu armon bo'lib qolib ketdi bizni ikkovimizni ham. Men o'zimni aybladim keyin shu vaqtda qilmaganim uchun. Shunaqa buyuk hofiz edi. Hali ham bizning nazdimizda hali o'tmagan bu, o'tib ketmagan. Chunki zamondoshdamizda endi. Haligacha qo'shiqlari magnitosmalardan tushmayapti. Haligacha qo'shiqlari radio to'lqinlarda jaranglayapti. Demak, Oxunjon o'zidan yaxshi nom qoldirdi, yaxshi shogirdlar qoldirdi. Ishonamizki, uning qo'shiqlari yana 100 yillab yangrab turadi, xalqimizning ko'nglidan o'rin oladi. Hali Oxunjon bizning qalbimizda u hayot qo'shiqlari ham mangu yashaydi. Yosh musiqashunoslarimiz bor. Men shularga murojaat qilmoqchi edimki, kelinglar, mana shu bastakorlik san'atini biz chuqur tahlil qilishimiz kerak. Chunki bu san'at bizni xalqimizni yuragidan otib turgan san'at va Oxunjon Madaliyev mana shu san'atni eng yorqin namoyandasi. Joylari jannatdan bo'lsin. Hammamiz doim ularni eslab turamiz. Bahorda kuz kutir, kuzda bahorni, umring o'tganini bilmay qolasan. Bahorda kuz kutir, kuzda bahorni, umring o'tganini bilmay qolasan. Izlab topguningcha chin do'st yarni, umring o'tganini bilmay qolasan. Umring o'tganini bilmay qolasan. Quvonib 16 20 yoshga 30 ham o'tadi, 40 kelar boshga. Quvonib 16 20 yoshga 30 ham o'tadi, 40 kelar boshga. Shirin so'z aytguncha bir qaro qoshga, umring o'tganini bilmay qolasan. Umring o'tganini bilmay qolasan. Erta kun orzudur, kechgan kun armon. O'tgan yillaringni o'ylari larzon. G'unchaga qo'l cho'zib, goh tutib xazon. Umring o'tganini
kuyishga ulgurmay ulg'ayar bolang suyishga ulgurmay ulg'ayar bolang ko'nglini olguningcha g'animat onang yashashga vaqt bo'lmay yo bo'lib arang umring o'tganini bilmay qolasan umring o'tganini bilmay qolasan umring o'tganini bilmay qolasan danagidan mag'zi shirin degandek Oxunjon Madaliyevni katta nevaralari Bunyodbek Hakimov mana bo'lajak qo'shiqchi ukamiz xonanda bugun ijro etadigan qo'shig'ingiz bor. Marhamat. Endi yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketaylik shu orada. Hokimjon degan ukamiz Oxunjonni yonida bir necha yil, uzoq yillar shu birga shopir bo'lib yurishgan yonida. Kechasi kunduzi birga bo'lishgan. O'zlari shu aka-ukalar quda bo'lishgan, mana shu kishini nabiralari. Marhamat. Marhamat. Bu meni katta opamni shu katta farzandlari, ya'ni dadamning eng katta nevaralari. Bugungi kunda Bunyod mana shu bizni maqom institutida o'qiyapti. Xudo xolasa o'zimizni shu milliy qo'shiqlarimizni, ustozlarning qo'shiqlarini xudo xolasa o'rganyapti. Kelajakda shu yurtimizga, xalqimizga yaxshi xizmat qilsin degan shu yaxshi niyatlarimiz bor. Inshaalloh ko'z tegmasin, omadingni bersin. Rahmat. Topaman meni yomon ranjitding sendan qattiq xafaman lekin sendek kuydirga qizni qaydan topaman sevgi sevgi der ekan sevgi dilni yer ekan qizga mehring berguncha muzga bag'ring ber ekan sevgi sevgi der ekan sevgi dilni yer ekan qizga mehring berguncha muzga bag'ring ber ekan
Karim Bahriyev bir shu xasta bo'lgandan keyin Karim Bahriyev bir she'rni yaxshi ko'rardi. Qayerga borsa shuni menga juda bir o'qi derdi. O'ziga berganman, shu she'rni berganman. O'lgim kelmayapti onajon degan. Nima aytsam bo'ladi? Duxi desa ham tushunmaydi-ku, shu jur'at qila olmasdi-da. Hayot yashagisi bor, qo'shiq aytgisi bor, lekin o'sha she'rda Oxunjonda dardi bor. Bilasiz? Doimo yonida yuradi o'sha she'rda. Shamollar uyg'ondi, barg hayajonda. Hatto yer tagida qo'zg'aldi ilon, dunyo ko'zlarini ochayotganda. O'lgim kelmayapti, onajon. O'ngirlarda kezar muzday havolar, ishqalab qobog'in ko'tarar osmon. Mana shu bog'larni ko'rmasdan turib, o'lgim kelmayapti, onajon. Qizlarning ovozi kelyapti mo'niz. Eshitsam daftarga sachrab ketdi qon, suymasa suymabdi bir chiroyli qiz. Dunyoda qiz kammi, onajon? Begunoh bittadir u ham osmonda, qo'lga chivin qo'ndi quvmoqqa yo'q jon. Chivinlar, chumchuqlar yurgan jahonda senga joy yo'qmidi Oxunjon? Mana shu she'rni u juda ham yaxshi ko'rardi. Qayta o'qitardi, lekin shuni qo'shiq qila olmadi. Nimaga bizga yetmadi? O'gitlar yolvarib, yonib yukindi, beqaror ahdim yetmadi. Yulduzni ko'zladim, kiching toy bo'lib, shiddatu shaftim yetmadi. Yulduzni ko'zladim, kiching toy bo'lib, shiddatu shaftim yetmadi. Stadionda konsert qo'yishimiz kerak. U yerda Oxunjon ham qatnashishi kerak. Vodiy hofizlarini konserti. Odamlar daryo bo'lib oqib kelyapti stadionga. Mani endi bir tomondan hech narsadan xabarim yo'q. Lekin odamlarning kelishiga qaragandim, aytdim, stadion bugun to'lar ekan-da. O'zini hofizlarini bular yaxshi ko'rar ekan dedim. Kelyapman. Ichkariga kirgandan keyin meni ko'rib qolgan rejissor, biz sizni qidirdik, topolmadik, biz janozaga borib keldik dedi. "İyi" dedim, "Kim?" "Oxunjon o'tib qoldi" degandan keyin aytdim, "Qanday? Nima bo'ldi?" Hech kim nima deydi, bir nimadan bo'lganini bilmaydi-da. Endi hammamiz yig'ilishib o'sha yerda bitta anaqiga keldikki, konsertni to'xtatmaymiz. Bo'lsin konsert. Nega stadion to'la odam. Bu birinchisi. Ko'pchilik mish-mishni eshitib kelgan. Kimdir bilib turib kelgan. Konsertimizni qo'yamiz. Fonogrammani qo'yib yuborganimizda uni muzikasini eshitgan tomoshabin o'rnidan turib eshitadi. O'zimizcha xulosa qildik-da. Shunaqa bo'ldi ham. Endi qarang, endi bizani holatimizni kamerada turibman, ovozni eshityapman, ko'zimdan yosh chiqib ketdi o'shanda. Odamlar o'rnidan turdi-da. Demak, Oxunjon Madaliyevga nisbatan xalq o'zini hurmatini ko'rsatdi. Oxunjonni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Mana boya gapirib o'tdinglar. Bekordan bekorga mana shu ko'rsatuv ham bo'lmayapti o'sha damlar. To'g'ri. Shunga loyiq yigit edi. O'zini qo'shiqlarida ham bor edi bu. Bekorga o'sha damlar qo'shiq bo'lmayapti. Mana bu yerda yangi ham o'tibdilar, Muhammad akam ayollari Oxunjonga ko'p narsa yozganlar. To'g'ri. Nurdin akamga, Muhriddinga yozgan ko'pchilik. Ya'ni bularning ustozi bitta edi. Sherali Jo'rayev edi. Qolgan qo'shiqchilarga ham bir saboq ham bo'lsin deyman. Muhammad akam yozgan narsalaridan birinchisi o'zlariga ta'sir qilgan. Meni to'g'ri tushuninglar. Bu Sherali akam aytgan gap o'sha qabrim uzra xilpirabdir qizg'aldog'im. Unutmoq oson emas bizlarni yoki Nuriddindan davlating bor o'sha oxirgi qo'shiqlar. Bunaqa so'zlarni hofizda aytish kerak emas degan. Hali yashash kerak bunaqa hofizlar. Bu og'ir so'zlar degan. Va birinchi bo'lib Muhammad akam o'zi bu olamdan o'tish boshlab berdi-da. Ketdan Muhriddin,
Nurdin akam, Oxin hammasi oldinma o'tib. Allohning xohishi bu. Endi ustozlar ham to'ppa-to'p niyatlarni yaxshi qilish. O'shaning uchun hammaga qo'shiqchilarga o'zini yo'lida, fikr zikrida qo'shiq aytishini va ko'rsatuvini tayyorlagan, sizlarga kelgan mehmonlarga bir Oxinjonni akasi sifatida hammalarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammalarga. Rahmat. Biz bilmagan sir sinoatlar ko'p ekanda. Oxinjon o'tib qolganlarida Muhammad aka o'zini jigariga kuygandek kuydi. Juda yomon kuydilar. Keyin biz ta'ziyaga bordik birgalikda, men bilan birga bordik, kirdik. Endi juda abgor ahvolda bo'lgan Muhammad aka. Haddan tashqari xafa bo'ldilar. Keyin qaytib kelishda o'sha kassetalarni atay olgan ekanlar shekilli. Oxinjonni kassetasini olgan ekanlar. O'shani magnitofon mashinani magnitofoniga qo'yib eshitib kelyaptilar. Eshitib keldilar, ko'zlarini yumib olib eshitib keldilar. Keyin ketaman degan qo'shig'i chiqib qoldi. Ketaman. Ana ketaman deding, ketding deb ko'zda yosh otib yubordilar o'sha kassetani. Ketaman, baribir ketaman. Suymasang suykalim ketaman. Ketaman, baribir ketaman. Shu mening eng so'nggi qarorim. Suymasang suykalim ketaman. Alvido suyukli dildorim. Ketaman, baribir ketaman. Suymasang suykalim ketaman. Keyin aytdimki, shu qo'shig'i ham so'zini sizga o'xshagan shoir yozgan Muhammad aka dedim. Siz ham yozgansiz-ku dedim, qator shunaqa she'rlarni ketamanga o'xshagan dedim. Yozish kerak emas ekan bunaqa she'rlarni degan gapni aytdilar haqiqatan ham. Lekin shu bilan birga yana o'zlarini bir ko'p Muhammad akaning intervyularida hamma savollarga javoblar bordi. O'sha she'r bu duo deydilar. O'sha har qalay Alloh boyaga aytganingizdek, Alloh ko'ngliga solgan o ilhomni baribir o'zi xohlab buni yozaman, buni yozmayman deya olmas ekanda. O'zlari haqida ham bashorat qilganlar va men haligacha o'zim ham hayratlanaman. Bular qator bo'lib Oxinjon, Muhriddin, Muhammad aka, Nuriddinjon, Nuriddin Haydarov hammasi xuddi qo'l ushlashgandek ketishdi-da. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Lekin qo'shiqlari, she'rlari mana abadiy ikkinchi umrini yashayapti. Mana shu narsa bizga taskin albatta. Qalbimni xayollar maskan etsalar, qo'rqinchli shubhalar solsalar g'ulub. Qalbimni xayollar maskan etsalar, qo'rqinchli shubhalar solsalar g'ulub. Nogahon yulduzing so'ndi desalar, yurakda g'alayon boshlasa tuyg'u. O'kinchdan, alamdan sarg'aysa yuzim, seni qo'msagayman takror yolg'izim. O'kinchdan, alamdan sarg'aysa yuzim, seni qo'msagayman takror yolg'izim. Nazira kendayam bir gapiga bir qo'shimcha qilmoqchiman. Har kelganda albatta syomkalarga kelgan paytda ham shu Muhammad akani bir yo'qlab ketaylik deb birga o'tardik. Juda bir zo'r davrlar bor, bir suhbatlashib, mana shu menga, mana meni shoirlik faoliyatimga juda katta bir manba bo'lganda ana shu jarayonlar. Ilm surtib ko'zga rayhon yalpizingni, kuyga to'lsin desang kecha kunduzingni, asra endi har xush nafas hofizingni, 100 ta shoir bir Muhammad Yusuf bo'lmas, Oxinjonov Muhriddinlar endi kelmas. Barchamiz bu yo'lda ammo kim keyin kim ilgari. Barchamiz bu yo'lda ammo kim keyin kim
hech qaysidan kim keyin kim ilgari gohi oy oldin botar gohi quyosh undan burun bu qiziq odatli dunyo kim keyin kim ilgari bu qiziq odatli dunyo kim keyin kim ilgari hozir Oxunjonni hozir o'sha damlarni eslaydigan bo'lsak Elmurod 10 soat ham yetmaydi. To'g'rimi Otabek? Juda ko'p nima deydi? Qadrdonlar o'rtoqlari, shogirdlari hali boshida gapirib o'tdi-ku, saralab 300 ta qoldi Qilichbek o'shanda Farg'onada. Shuning uchun avvalo kelganlarga katta rahmat aytamiz. Hammalari sog' bo'lsin. Mana bugun ko'rsatuvimizda endi vaqt hakam deymiz. Juda chiroyli bo'ldi. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Xudo xolasa yana bunaqa ko'rsatuv davomi ko'p bo'ladi. O'sha damlar ko'rsatuv muxlislariga oilaviy baxt saodat tilaymiz. Vaqt ajratib kelganlaring uchun sizlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim. Salomat bo'linglar. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni. Yurakka yoy sanchgan kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yurakka yoy sanchgan kamonman, yuzingga rang sochgan samonman. Yomonman men o'sha yomonman, unutmoq osonmas bizlarni. Yomonman men o'sha yomonman, unutmoq osonmas bizlarni. Boshlarida tun qora uyulgan qoshlarida, afsusman egilgan boshlarida, tun qora uyulgan qoshlarida. Armonman ko'zdagi yoshlarida, unutmoq osonmas bizlarni. Armonman ko'zdagi yoshlarida, unutmoq osonmas bizlarni. Qalbingni tark etsa vafolar, o'rinni egallar jafolar. Qalbingni tark etsa vafolar, o'rinni egallar jafolar. Bu dardga yo'q erur davolar, unutmoq osonmas bizlarni. Bu dardga yo'q erur davolar, unutmoq osonmas bizlarni. Ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Soyaman ortingdan ergashgan, yostig'man tunlari dardlashgan. Tushingman o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni.
Tushing meni o'ngingga almashgan, unutmoq osonmas bizlarni, unutmoq osonmas bizlarni, unutmoq osonmas bizlarni, unutmoq osonmas bizlarni.